olib chiqishadi. Feruza Normatova mahrga ana bunday narsa so'rabdi. Mana bunday narsa so'rabdi. 40 kunlik tahajjudni tushuntiring iltimos. Shunchaki bomdoddan yarim soat oldin turib ota-onam 40 kunlik tahajjudga niyat qilib, mani baxtim uchun niyat qilib o'qishgan. Men o'zim chunki ko'p kech kelaman, charchab uxlab qolaman, rejimim ne to. O'zim uchun balki men qila olmagan bo'lardim bunaqa. Ota-onam 2 kishi bo'lishganligi uchun bir kun ham pererif bo'lmagandi. Siz bundan ham zo'riga loyiqsiz. Ishoning, bundan zo'ri yo'q. Yerim eng zo'rlar. Eng zo'rlarini zo'ri. Sizlar Feruza bilan band bo'lganinglarda eringlar maza qilgan. To'g'ri. Kinolaringizga qiziqib ko'rardik. Kinoga qaytarsizmi yo'q? Nima yeyapsiz? Mashin sizlar yaxshi ko'rasizlarmi? Kim yaxshi ko'rasiz shuni? Nima deyiladi bu? Narxi ham qimmat emas, bilasizlarmi? Arzon narsa. Shunaqa yaxshi ko'raman, lekin boru maza qilmayman. Haqiqatdan ham 40 yoshmisiz? Ko'rinishingizdan 22-23 o'xshaysiz. Hatto mani 40 ga kirg'izib yubordinglar. 40 ga kirishni Alloh nasib qilsin. Namuncha hali bor, lekin 40 ga kirishimga ancha yillar bor. Xavotir olmangizlar. Normalniy. Dim baxtli bo'ling, to'yingiz kuni ko'rishga borsak bo'ladimi? Kelinglar. Galinglarmi? Galinglar. Xorazmga galinglar. Urgancha. Men Xorazmda salomonmi nima? Men Xorazmda salomman. O'shani yozib yuboringlar, qanaqa aytiladi? Men Xorazmda salom beraman.